Yo'q. Hech ishongim kelmaydi. Dilshodaga agar pul kerak bo'lganda hozirgacha mana shu maktabda o'qituvchilik qilmasdi. Bu ayol o'z kasbini yaxshi ko'radi. Mana shu jon jahdi bilan bolalarga jonini berib dars o'tayotganini o'zim ko'rganman. Undan keyin yana bir narsaki, darsdan keyin ham qolib, o'sha qiziqqan bolalarga yana dars o'tganini ham ko'rganman. Tekinga. Qayerdan olasizlar bunaqa gaplarni? Lekin shikoyat xatida 3 ta o'qituvchimiz bizdan pul talab qildi deb aniq yozilgan-ku. Men keldim. Yaxshimisan? Yaxshi. Bu senga. Kumushmi? Ha. Voy, buncha chiroyli. Senga yoqqandan xursandman. Hali bundan ham zo'rlarini olib beraman. Rostdan. Juda ham chiroyli. Rahmat. Chiroyli ekan. Mana dadasi. Rahmat. Men yo'g'imda hech narsa bo'lmadimi? Yo'q. Hammasi tinch. O'g'limizning o'qishlari yaxshimi? Yaxshi. Kundaligini tekshiryapsanmi? Ha. Doim 5 baho oladi. O'g'limiz juda ham aqlli bola. Uydaligimda o'g'lingni hech dars qilganini ko'rmayman-ku. Qanaqa qilib 5 oladi? Kechasi xonasida dars qilsa kerak. Endi kecha-yu kunduz poylamaymiz-ku. Men hammaga yaqinda bo'ladigan yangi konsertga tekinga bilet bermoqchiman. Gap yo'q. Qoyil. Rahmat. Faqat bitta sharti bor. Kichkinagina shart. Qanaqa shart ekan? Bitta arzimagan shikoyat xatini varoga qo'l qo'yib bersa bo'ldi. Ha? Qanaqa ekan? Hozir hammaga tushuntirib beraman. Ko'nisharmikin? Ko'nishadi. Ko'nishmay qayerga ham bo'ladi. 3 ta odam ko'nsa 7 ta qoladi. 20 tadan oshsa bo'ldi. O'zimizni qo'shganda bizda 18 ta imzo naqd degani. Hatto o'zi tayyormish qilib. Ertaga tayyor bo'ladi. Farruh, sen hammaga imzo qo'ydirib chiqasan. Bo'ldi, gap yo'q. Ana 7 tasiga so'zimiz o'tmaydi, lekin sotqin emas. Ular aralashmaydi. Seni sotishmaydi. Sendan qo'rqishadi. Shunisi muhim. Sigaret ber. Chakmalaring-ne? Qisi.